Allo, Malika Rahimova sizmisiz? ha menman. Biz bankdan moliyaviy nazorat bo'limidan telefon qilyapmiz. Meni ismim Nodir. Gap shundaki, ayni damda sizning hisobingizdan Milliy bank hisob raqamiga pul o'tkazilgan. Bundan xabaringiz bormi? Yo'q, xabarim yo'q. Ushbu operatsiya shubhali ko'rinyapti. Hozir sizga kod boradi. Ushbu kodni bizga aytib yuboring. Biz kartangiz amaliyotini vaqtinchalik to'xtatib turamiz. Xo'p. Hozir to'xtab turing. Mana keldi shekilli. Ha, 4-8 Siz rostdan ham kod aytmoqchimisiz? Ha? Sinan hech qachon bankdan qo'ng'iroq qilishmaydi. Ayniqsa kod so'rab. Qanaqa moliyaviy nazorat bo'lishi mumkin? Bankda barcha ma'lumotlar maxfiy saqlanadi. Ha, unda menga kim qo'ng'iroq qildi? Men firibgar va meni sheriklarim. Yuringlar, hammasini ko'rsataman. Savol tug'ilishani, kodni kim qayerdan jo'natyapti? Shu odamlar sizlarga kodlarni jo'natadi. Bu odamlar har tomonlama tayinlangan va o'z ishining ustalari. Sizga xizmat ko'rsatuvchi bankning xavfsizlik bo'limidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Bobur avval qizlardan pul olish bilan shug'ullangan. Meni eshit, agar bugun $1000 qayerdan bo'lmasin topmasang, videolaringni internetda ko'rasan, tushundingmi? Bo'pti. Aha. Sizga hozir kod keladi. Keldimi? Ayting. Feruza avval mayda ishlar bilan shug'ullangan. Mana shu kartada yechib olasiz. Kodi 4 ta yetdi. Xo'p bo'ladi. Rasm tashladim. Havolani. Xo'p. Kartada yechib olasizmi? O'g'lingiz odam urib yubordi. Jabrlanuvchi ariza bermasidan oldin buni zudlik bilan hal qilish kerak. Maqsud bu oldin firibgarlikda eng past uslubi bilan shug'ullangan. Rostdan ham shu kasalimga shuncha pul yig'ladim bolam. Opa, mana sizni videoga ham oldik. Ana endi kartangizni videoning tagiga joylasam, hamma sizga pul tashlaydi. Tez orada sog'ayib ham ketasiz opajon. Baraka toping bolam. Ish bitdi. Endi videoning tagiga kartamni qo'yib tarqatsam bo'ldi. Sizni hisob raqamingiz orqali pul o'tkazish amaliyoti amalga oshirilgan. Siz buni bilarmidingiz? Zafar eng kerakli odamimiz. Siz haqingizda barcha ma'lumotlarni, telefon nomerlarini qayerdan olamiz? Biz o'zimiz odamni bank ishiga joylaymiz va u bizga 6 oy davomida ishlab beradi. Jigar, qalaysan? Qalay ketyapti biz ish? Yaxshi ketyapti. Nima bo'ldi ma'lumotlar? Sherga berganman. Ha, yaxshi. Ko'p ma'lumotlar kerak. Yaxshi ishlaydi. Xo'p? Omad. Omadimizni bersin. Doim shunaqa omadli bo'lib yuringlar. Ajoyib. Firibgarlar Qani olinglar. hech qachon birovni haqqini yeyishdan qo'rqmaydi. Shuni bilib oling. Hech kim bilmadi. Men ham qayerdan bilibman ularning firibgarligini. O'z yog'imga o'zim qovurilib o'tiribman dadasi. Bir kunda yuzlab odamlar